Bu mist nima qilib beradi? Makiyajga yuzinglarni juda ham zo'r tayyorlab beradi. Makiyajinglar oqmasligi, yaltiramasligi, yig'ilmasligi va kun davomida yaxshi turib berishi uchun ideal mist hisoblanadi. Buni to'g'risi maqtashni umuman keragi yo'q. Chunki buni ishlatgan va bu bo'yicha ma'lumotlarni eshitgan klientlarimiz bilishadi, qanaqa ideal zo'r mahsulot ekanligini. Va keyingi navbatda bizda pudralarimizdan ham katta assortimentda kelgan, xohlasanglar budjetniy, xohlasanglar lyuks kачествоda bemalol topishingiz mumkin. Ikkalasi ham raspichniy. Biz ko'proq raspichniy olib kelamiz. Sababi raspichniy pudralarning vazifasi yuzingizda tinalkanlarning yig'ilmasligi, yaltiramasligi uchun idealniy va plus yuzinglarni quritmaydi. Plotniy pudralar ko'proq yuzni kundalik faoliyatingizda ishlatadigan bo'lsanglar, ko'zinglarni quritib yuboradi. Raspichniy pudralarda esa bunaqa holatni kuzatmasligingiz %100 aniq. Tanalarni ham quritmaydi va makiyajinglarni ham ideal ushlab beradi. Xavotir olmasdan